Xo'p, mana azizlar, men hozir bir ustozimizni darslarini tinglab o'tirib amaliyot qildirdilar. Amaliyot qildirdilarki, ya'ni egalik hissini oching o'zingizda. Amaliyot shundan iboratki, hamma o'zidagi pulni olib qo'yadi. O'zidagi pulni oladi, stol ustiga qo'yadi va o'sha pullarga qarab, bular meniki deyishni boshlaganda o'sha pullar ko'payishni boshlaydi. 10 baravar, 100 baravar, 1000 baravar ko'payishni boshlaydi va o'sha ongimizni biz bu pullar meniki, men bu pullarni egasimanga o'rgatish, ochish. Lekin haqiqatan bilasizmi? Men bir narsani juda ham chuqur tushunib bordim. Men pullarni, rosa ko'p pullarni oldin sessiya, raskopka olgan paytlarimda rosa ko'p pullarni oldimga olib kelardimda, nima his qildingiz deyishsa, meniki emas, u baribir deb turar ekanman. Qarang, meniki emas, u baribir. Qancha pul bo'lsa ham, nimalar bo'lsa ham, uy kerakmi, uy olib keling tasavvuringizga, uyni ko'ring. Nimani his qildingiz? Meniki emas, u baribir. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni menga kerak bo'lgani ko'p pullar, uy, boylik, mol davlat, sayohatlar, kemalar, katta dengizlar. Ana o'shalarni ko'rganimda ongim srazu qaytish javobini berar ekanki, meniki emas, u baribir. Va shunga kirib bordim-da, men shunga kirib bordim. Ustoz aytdilar, neyronlarga kiring, miyangizni neyronlariga kirib boring. Va siz qachon sizdan egalik huquqi olingan, o'shani ko'ring. Qachon sizdan meniki deb o'ynayotgan o'yinchog'ingiz, pullar, nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar qo'lingizdan olib qo'yilgan. Qo'y saniki emas. Qo'y ukaniki, qo'y opaniki, qo'y davlatniki, qo'y mehmonlarniki, qo'y qo'shniniki, qo'y keyin olasan. Xullas, saniki emas deb qo'lingizdan olib qo'yilgan. O'shanga boring dedilar. Haqiqatan ham qarang. Keyin men borganimda ko'p narsa mendan olib qo'yilgan ekan. Nimaga aynan pullarni men meniki emas derkanman. Haqiqatan men kichkina paytimizda 6 yoshmidim, 7 yoshmidim, 8 yosh, xullas umuman pul berilmagan bizaga, ya'ni to mustaqilligimiz zotan bo'lmagan va bizga umuman o'sha pul berilmagan. To o'zing ishlab topguningcha, o'sha o'zing ishlab maosh olganingdan keyin shundoq kassadan olasan, zotan uyga olib kelib topshirasan onangga. Zotan ana o'sha ham meniki emas hissi ekanda, pulga men ega, bu pulga men ega emasman hissi ekan. Ni keltirib chiqargan ekan. Mana o'sha bola paytimda, ya'ni 2-sinflar, 3-sinflar, 4-sinflar paytimda biza mol boqardik. Onam sutni sog'ib berardilar-da. Ertalab turishimga, ertalab vaqtli uyg'otardilar, soat 6:30-7 da, chunki maktabga ketishim kerak edi. Vaqtli uyg'otardilar-da, menga 6 litr sut tayyorlab qo'yardilar. U paytda bo'yim qandoq bo'lgan bilmayman. Где-то bir demakki 3-sinf bo'lsam 10 yoshim bo'ladimi? 10 yoshda bo'yim baland bo'lsa, nari borsa 1 metr bo'yim bordir. Lekin yoshim 10 yosh, 9 yosh, 10 yosh bo'laman. Ana o'sha paytda qo'limga sumkaga 6 ta 1 litrlikda
Yo'q, betonimiz bo'lardi. 10 litrli betonimiz bo'lardi. O'shanda sut solib berardilar. Va o'sha sutlarni olib chiqib sotib kelardim. 4 etajga domladan 2 ta tushgan edi. 3 ta podezi bor edi. Ana o'sha 3 ta podezli 4 etajgali 2 ta domga hamma etajiga olib chiqib, olib tushib, o'sha sutni amallab sotib kelardim. Va o'sha pullarni olib kelib hammasini shundoq mittigina jajjigina qo'lchalarim bilan onamga topshirardim. O'sha idishlarni, o'sha sutlarni pullarini onamga topshirardim. Keyin apil-tapil choy ichardim. Tabiiyki choy ichardim. Choychi bo'lib apil-tapil kiyinib o'qishga ketardim. Ana bu yerda birinchi egalik huquqi olinyapti mendan. Ya'ni pullarni hammasini, ya'ni azob tushuntira oldimmi? 2 ta 4 etajgali 3 ta podezli dom orqa-orqaga tushgan. Ana o'shani hammasini, ya'ni butun xonadonni so'rab tushish, 4 etajga chiqish, o'sha qo'limdagi og'ir sut bilan 6 litrli, 6,5 litrli 10 yoshdaman, 9 yoshdaman. 4 etajni hammasiga chiqish, tushish, chiqish, tushish, chiqish, tushish. Va och qoringa ertalab shuni o'tirdim, yuz qo'lni yuvdim. O'sha sutlarni tutqizardilar, onam olib chiqib ketardim. Va sutni sotib bo'lganimga xursand bo'lardim. Chunki sotib bo'ldim. Ya'ni yengillashdi, qo'limdagi yuk yengillashdi. Ana o'shanga xursand bo'lardim. Pullarni shundoq changalimda tutib olib kelardim-da. Ana endi hammasini onamga berib yuborardim. Onam hammasini olardilar qo'limdan-da. Ana o'zingiz o'ylang, o'sha sutni sotilgan paytida yukim yengillashganidan bir xursand bo'lsam, shuncha pul bo'ldi, 2 xursand bo'lardim-da, lekin o'sha pulni qismlab olib kelib onamga topshirardim-da, hammasini olardilar. Mana bu yerda birinchi mendan egalik huquqi olinyapti. O'sha pullarga egalik huquqi olinyapti. Demakki, u pullar meniki emas. Onamniki. Onam esa biz uchun ishlatadi. Chunki gaplari shunaqa edi-ku, sizlar uchun ishlataman. Sizlar uchun bu pullar. Ya'ni tabiiyki mendan xijolat bo'layotgani uchun emas. Urush u paytda aytmasdilar, bizani urishib berayotganlarda biza kuydiradigan, onamizni kuydiradigan farzand, noqobil farzand bo'lganimiz uchun jahllarini chiqarganimizda urushib berayotganlarda aytardilar. Ki salla uchun umrimni xazon qilyapman. Ana o'sha narsalarga kirib bordim. Demak, o'sha menda birinchi o'shanda boshlangan ekan. Pullarga, bu pullarni egasi emasman. Bu pullar meniki emas hissi. Undan keyin maktabni o'qib kelardim, peshinda kelardim. Yana menga surpriz tayyor turardi. Uni menda yana 6 litr qatiq. Bu safar qatiq, yana ham og'irroq. Bu safar so'mkada 6 ta bonkada ivitilgan qatiq. Ular meni kutayotgan bo'lardi. Kelardim, so'mkamni qo'yardim. So'mkamni qo'yib chiqqanimdan keyin tabiiyki o'sha 6 litr 6 ta bonkada qatiqni olardim. 9-10 yoshman. O'zimni kilom bir bordir 20-25 kilo. 30 kilodirman. Tabiiyki ular 6 litr. Demak normal. Olib chiqib ketardim, o'shalarni ham xuddi o'sha shaklda 4-qavat chiq tush 2 ta dom sotib kelardim, xursand bo'lib kelardim va yana o'sha pullarni onamning qo'liga topshirardim. So'zsiz sadosiz o'qirdim. Maktabimga kerak edi pul. Lekin non bir ushatilgan 2 burda nonni orasiga bo'lsa sariyosirib, bo'lmasa shuni o'zini olib ketardim.
Olishim mumkin edi, lekin berilmasdi. Demak, u pullar meniki emas. Demak, u pullarni egasi men emasman. Ko'ryapsizmi? Va keyin uyimizga narsalar olib kelinardi. Uyimizga narsalar olib kelinardi. Yo'q, xato ketdim. Uyimizga onda-sonda bir narsa olib kelinardi. Masalan, 1 kilo olma. O'shani ham bekitib qo'yishardi. Demak, u ham biz uchun emas. Demakki, uni ham biz olishimiz uchun emas. Biz olib qo'ymaylik uchun bekitib qo'yilardi. Biz yeb qo'ymaylik uchun bekitib qo'yilardi. Biz ko'rib qolmaylik uchun bekitib qo'yilardi. Farzandlar 3 ta farzand edik. 1 kilo olma 6 tami 5 ta. Ana o'sha biz ko'rib olib yeb qo'ymaylik uchun olib kelinardi. Ya boshqa narsa bo'lsa ham, ya'ni narsalar demay boshqa narsa ba'zan olib kelib qo'yilinsa, bizdan bekitib qo'yilardiki, biz topib yeb qo'ymaylik. Ha, mehmonlar uchun salla tegmalaring, yeb qo'ymalaring. Uyda bir narsa tursin, kelgan odamni oldiga qo'yilishi kerak, yuz xotir bo'ladi. Salla yeb qo'ysalaring uyda hech nima qolmaydi, kelgan mehmon quruq uyga kutilmaydi, uyat bo'ladi. Demakki, u narsalar ham meniki emas-da. Menga olib kelinmayapti, ya'ni egasi men emasman. Ya'ni men uchun olib kelinmaganni egasi men emasman. Ularning egasi mehmonlar. Chunki mehmonlar uchun olib kelinyapti. Mehmonlarniki meniki emas. Egasi mehmonlar, mehmonlar bemalol yeyishi mumkin, men emas. Demakki, egasi men emasman. Meniki emas. Men uchun emas. Va shuna qilib hayot shu zaylda davom etardi. Va biz ham tushunib qolgandikki, xo'p bo'ladi, u yog'iga bo'lmasa kalta yeysan. Biz ham tushunib qolgandikki, uyga nimaiki xatansiq bo'lgan, xatansiq bo'lmagan, uyda bo'lmagan nimaiki uyga olib kelindi, u biz uchun emas. U bizga emas. Mehmonlarga, ro'zg'orga yoki akamga o'g'il bitta bo'lgani uchun qiz ikkita, o'g'il erka ko'rilardi. Kasalvonda bu o'g'il boshqacha ko'rilardi, erka ko'rilardi, izzatda, ikromda, hurmatda edi. Ha, va uchinchisi, mana endi keldim, qarang, o'zidan ochildi. Uchinchisi akam, ya'ni ikkita qiz bitta o'g'il bo'lgani uchun yoki akam baba rahmatli bo'lib ketdilar, 27 yoshlarida vafot etdilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Akam yoki bitta o'g'il bo'lgani uchunmi, yoki ozg'in bo'lgani uchun kasalvon deb yuritilgani uchunmi, bilmadim. Sabab menga qorong'u, tushunib baribir buni ham ustida ishlab tushunib yetaman, ishlab boraman. Xullas, akam oilada akam judayam bir boshqacha qaralardi. Ya'ni onam tomonidan. Otam esa juda ham yomon ko'rardi akamni va onamni tabiiyki qizg'anardi. Akam boshqacha ko'rilgani uchun otam boshqacha qarardi bunga. G'ashi kelardi, yomon ko'rardi. Uni alami otam bizni sal bir yumshoq qarshilardi, lekin davomiy jahlda edi otam. Va onam bizni otam bilan qo'rqitardi asosan. Va temaga qaytib kelay, o'sha akam oilada boshqacha ko'rilgani sababli sar, yog' ham, tuxum ham, kolbasa ham, asosan tansiq hamma o'tirib nonushtada yeydigan narsa, umumiy yeyiladigan narsalar asosan faqat akamga edi. Akam uchun edi. Bizga mumkin emas edi. Ya'ni tuxum yeyish mumkin emas, qiz bolani kuchi oshib ketardi, derdi onam. Kolbasa yeyish mumkin emas, qiz bola depsinib ketadi, erta uyg'onib qoladi, ko'zi ochilib ketadi, kuchi ko'payib ketadi, kuchi oshib ketadi. Ya'ni kofe faqat akamga edi, qiz bolaga mumkin emas, kuchi oshib ketadi. Kolbasa, tuxumlar faqat akamga edi, qiz bolaga mumkin emas, kuchi oshib ketadi, erta uyg'onib qoladi, ersirab qoladi birpasda. Shokoladlar, ya'ni
eng tansiq, eng bir nima desam ekan, shunaqa ajoyib narsalar, hatto ba'zan qimmat narsalar faqat akam uchun edi oilada. Va o'tirib akamga onam o'sha narsalarni hammasini olib kelib yedirardi. Qo'shtirnoq ichida tiqishtirardi. Tabiiyki akam yemasdi, yegisi kelmasdi, lekin onam zo'rlab tiqishtirib yedirishga harakat qilardi. Bu yoqda esa bizani og'zimizdan suv oqib o'tirardi-da. Og'zimizdan suv oqib o'tirardi. Tabiiyki ularni kim kolbasa yegisi kelmaydi, kim tuxum yegisi kelmaydi, kim shokolad yegisi kelmaydi, kim nonga sariyog' surib yegisi kelmaydi. Va qarshingda akangga oiladan biri oiladan biri bo'lgan akangga u ham senga o'xshagan farzand, o'sha oilani farzandi. Sanam. Va o'sha ajratib qo'yilgan akangga yaxshi qaralyapti. Akangga o'sha seni yeging kelgan, lekin yeyishing mumkin emas narsalar tiqishtirilyapti, berilyapti. Sen yeging kelmaydimi, sen xo'rliging kelmaydimi? Ana o'shanda ham mendan egalik huquqi olingan ekan. Demak, bu narsalar meniki emas, bu narsalar men uchun emas. Demakki, men yeyishim mumkin emas. Demakki, men loyiq emasman. Ana o'shadan paydo bo'lgan ekan. Mendagi noloyiqlik, mendagi bu meniki emas, mendagi bu men uchun emas, mendagi men buni egasi emasman degan ustanovkalar o'sha paytda, ya'ni oilamizda ajratilish bo'lgan paytda, ya'ni san tema bu mehmonlarga, san tema bu akangga, san tema bu sovchilarga, san tema bu mehmonlarga. Qo'ysan tema mumkin emas, qo'ysan tema mumkin emas, sanga mumkin emas. Sen noloyiqsan, sen munosib emassan, sen loyiq emassan, sen usan, sen busan, sen undaysan, sen bundaysan deb ajratishlarni va taqqoslashlar, solishtirishlarni ko'rib, eshitib, ulg'ayganim sababli men hali hozirgacha men o'sha tasavvurimda ancha pul, ustozlarim sessiyada aytishardi, tasavvur qiling, ko'zingiz yuming, tasavvur qilingki, sizga o'sha ancha pul berildi. Masalan, 5 milliard dollar, 5 million dollar, 500 ming dollar mana oldingizda shuncha pul berildi. Nimani his qildingiz deyishganda, birinchi bo'lib baribir meniki emas u. Baribir meniki emas u. Men egasi emasman-ku degan his keldi birinchi. Va ko'ryapsizmi, yaqinlarda ham o'zim ustimda ishlaganimda ham koinotdan bir qancha ancha muncha pullar oldimga oqib to'kilyapti. Butun hamma yog'im pul bo'lyapti. Uyimga derazalarimdan, eshiklarimdan uy nimasi oqimi kirib kelyapti. Qarab turibman-da, aytyapmanki, bular meniki emas, u qanaqa qilib teginaman? Bular meniki emas, menga emas. Yoki tuzoq bu. Nima bu, har nima bo'lgan taqdirda ham bular meniki emas. Men qanaqa qilib teginaman? Haqqim yo'q degan his. Shu narsani tasavvur qilaman, shu hisni his qilaman. Yoki aytamanki, bular tuzoq, yoki aytamanki, bu nima, illyuziya, yoki aytamanki, illyuziya sarob degani, yoki aytamanki, bu mana bor yo'g'i tasavvurimda, rost akasim emas, haqiqat emas. Meniki emas-da. Ya'ni omonat meniki emas. Ana o'shaning uchun men o'zimdan pulni uzoqlashtirar ekanman. Ana o'shaning uchun men puldan o'zimni uzoq tutar ekanman. Ana o'sha ustanovka sababli
man o'zimga loyiq ko'rmas ekanman anita, masalan o'zim istagan, ko'nglim istagan narsani o'zimga olib berishga. Masalan chiroyli liboslar, chiroyli kiyim-kechaklar, chiroyli bir sumочкami. Kerak emas, shart emas, zarur emas u. Ya'ni masalan sumочка o'zimga chiroyli olib bergim kelyapti, tutgim kelyapti o'sha sumkani. Yo'q, sumka hozir zararmi shuncha narsa turganda? Qarang, bu yoshligimda eshitgan narsam onamdan. Keyin turganda shu narsani olishing shartmi? Senga kim qo'yibdi? Nima o'zing kal ko'yning nozuvsan ham. Senga kim qo'yibdi bunaqa narsa tutishni? Senga kim qo'yibdi shokolad yeyishni? Senga kim qo'yibdi qaymoq yeyishni? Senga kim qo'yibdi yaxshi narsa yeyishni? Yaxshi narsa ko'zlashi, yaxshi narsa orzu qilishi, umid qilishi senga kim qo'yibdi? Kimsan axir? Oddiy bir faqir oilada o'sayotgan qizsan. Oddiy bir kambag'al oilani qizisan. Oddiy bir uborishchani qizisan. Senga kim qo'yibdi bunaqa hayot surishni? Senga kim qo'yibdi ana yigitni orzu qilishi, qarashi, hatto senga kim qo'yibdi o'sha yigitga qarashi? Senga kim qo'yibdi bunaqa narsalarni orzu qilishni? O'zing kimsan u? Va olib kelingan narsalarga tegish huquqi man qilingan ediki, bu qo'shnilar chiqib qolsa, mehmonlar kelib qolsa yoki akang uchun san tegma, mumkin emas. Taqiq qo'yilgan, man qilingan edi. Va o'sha oilada men katta bo'ldim-da. Hamma narsa man qilingan. Alohida aytib o'taman, qiz bolalar uchun, qiz bolalarga, oiladagi qiz farzandga har qanday hamma narsa, ish qilishdan tashqari, xizmat qilishdan tashqari, xizmat qilib berish, ishini qilib berishdan tashqari hamma narsa oiladagi qizlar uchun taqiqlangan edi, man qilingan edi. Ana o'sha ruhiyat bilan, ana o'sha ustanovka bilan katta bo'ldim, o'sdim, ulg'aydim. Ana endi o'sha, qarang, ana o'sha ustanovkalar hozir meniki-da. O'sha man qilinganlar meniki, ustanovkalar meniki, taqiqlar meniki, to'siqlar meniki. Va faqat meniki bo'lgan narsa xizmatini qilib chiroyli ko'rinish. Ishini qilib berib tan olinish, xizmatini qilib berib tan olinish, xo'p bo'ladi deb chiroyli ko'rinish, keraklilik hissini his qilish. Ana o'shaning uchun demakki masala qayerda ekan? Men aytaman-ku sizlarga, men doimiy ravishda o'z ustimda ishlab kelyapman. Bir yil oldin faqat shu kanal uchun edi, kanaldagi auditoriya uchun edi va eshituvchilar uchun edi, aktiv bo'lmaganlarni aktiv qilish uchun edi, o'luv kanalni tiriltirish uchun edi, insonlar uchun edi. Ya'ni o'zimdan boshqa hamma insonlar uchun edi. Ularni ruhlarini uyg'ontirish, onglarini kengaytirish, ular uchun, ya'ni yo'rg'alashlari uchun, boy bo'lishlari uchun edi. Va o'sha ustida harakat qila men o'zimni topishim kerak bo'lgandan keyin sekin o'sha o'zimni ham o'sha yo'l bilan, o'sha yo'lda o'zimni ham rivojlantirishni boshlab yuborgan ekanman. O'zim ustimda ishlashni boshlab yuborgan ekanman va hozir ham mana o'zim ustimda ishlashda davom etyapmanki, shu narsani yechdim, shu ustanovkani yechdim, shu blokni o'zimdan yechdim. Egalik huquqini olinganini mendan. Nimaga men bu pullari egasi emasligim, nimaga bu pullar babi meniki emas-u deyishim va ko'chada boshqa ko'rgan, men olishni istagan boshqa narsalar ola olmasligim, o'zimga ruxsat bera olmasligim. Nimadan ekan?
man bularni ola olmayman, chunki mumkin emas. Man qayerda-yu, bular qayerda? Man kimman o'zi? Oddiy bir faqir oiladan chiqqan faqirlar farzandiman. O'shaning uchun menga yarashmaydi. Menga mos kelmaydi. Men o'zimga ep ko'ra olmayman. Men o'zimga ruxsat bera olmayman, chunki men loyiq emasman. Chunki ular meniki bo'la olmaydi-da, ular boshqaniki. Masalan, chiroyli qimmatbaho kiyimga men loyiq emasman. U boshqaga loyiq. U boshqa olib kiysa enida chiroyli turadi. Men olib kiysam o'ng'aysizlanaman. Diskomfort bo'ladi menga. Chunki noloyiqman. Demakki uni men ola olmayman, ani boshqasi oladi. Boshqasi olib kiysa mazza. Unga uni enida chiroyli tursa, men unga havas qilsam yetarli. Bor yo'q men unga havas qila olaman, xolos. Hech bo'lmasa u his tuyg'u meniki. O'shaning uchun men havas qilib qarasam yetarli menga. U kiysin, u olsin, u bo'lsin, u ko'rsin, u ta'mini his qilsin. Uniki bo'lsin, chunki u uniki zotan, meniki emas. O'shaning uchun u kiysin, u yesin, u bo'lsin, u ko'rsin, u olsin, u qo'ysin, u o'tirsin, u yotsin, u xohlagan ishini qilsin. Chunki hamma narsa uniki, unga mumkin, menga emas, menga mumkin emas. Ko'rasizmi, o'sha oiladagi ko'rgan muhit, ya'ni qo'y tegma mehmonlarniki, qo'y tegma okaniki, qo'y tegma birovniki, qo'y tegma qo'shniniki, qo'y tegma opaniki, qo'y tegma otayniki, qo'y tegma molliki, qo'y tegma qo'yiki, qo'y tegma ishxonaniki, qo'y tegma qo'shniga olib chiqaman. Qo'y tegma hozir birov keladi, mehmon keladi. Qo'y tegma hozir okang keladi, o'shaniki. Xullas, hech narsa saniki emas, Halima. Hamma narsa birovniki. Saniki esa faqat xizmat qilish. Saniki esa faqat mehnat qilish. Saniki esa faqat ezilish, saniki esa faqat xo'rlanish, saniki esa faqat yig'lash, kamsitilish. Tayoq, qarg'ish eshitish, gap eshitish, chunki nomaqbul farzandsan. Saniki esa faqat okangdan qolganlarni yeyish, saniki esa faqat okangdan ortganlarini yeyish, saniki esa faqat okang yarmisini tishlab qo'yib qo'yganlarni olib borib yeyish. Faqat orqasidan yig'ishtirish, idishini yuvish, kirini yuvish, xizmatini qilish, gapini eshitish, nimadir noto'g'ri qilibsan, nimanidir chala qilibsan, orada ozgina o'tirib qolibsan, nimasidir yeb qo'yibsan, ana o'shalar meniki bo'lgan. Ko'p pullar emas, asl narsalar emas, chiroyli narsalar emas, yaxshi narsalar emas, butun narsa emas, yangi narsa emas. Ana o'sha ustanovka bilan men mana shu 55 yoshimgacha, hatto desam bo'ladi, hozirgi shu daqiqagacha yashab kelman o'sha ustanovka bilan. Meniki emas. Men egasi emasman. Birovniki. Meniki emas, birovniki. Men loyiq emasman. U loyiq. Birov loyiq. Men munosib emasman, u munosib. Men mos emasman, u mos. U kiysin, u yesin, men faqat havas qilay. Shunda gap eshitmayman. U yesin, u ko'rsin, u kiysin, men faqat havas qilay, orzu qilay. Shunda to'g'ri qilayotgan bo'laman, shunda gap eshitmayman, shunda kalta yemayman. Shunda yaxshi qiz bo'laman.
Demak, o'sha tasavvurimdagi ko'zimni yumganimda meditatsiyalarda, sessiya raskopkalarda ko'z oldimga kelgan o'sha pullar ham, o'sha kattagina ko'pgina pullar ham baribir meniki emas u degan ustanovka to o'sha bolaligimdan olib kelyapman deyman. To'xta, meniki emas edi. Ya'ni zona komfort, ya'ni yo'q, xayr, noto'g'ri aytdim. Zona komfort emas. Shartli refleks, odat. Majburiy o'rnatilgan odat. Majburiy shartli refleks. Va men yillar o'sha odatda yashadim-da, yillar o'sha muhitda yashadim-da. Mana men hozir tushunib yetdim. Daha avval tushunib yetganimda edi. Daha avval men o'zimdan mana shuni xuddi shuni ochib tashlab, chiqarib tashlab, yechib tashlagan bo'lar edim. Yana ham hechdan ko'ra kech. Yana ham hechdan ko'ra kech. Hozir, demakki hozir tayyor bo'ldi ongim. Demakki men hozir tayyor bo'ldim. Demakki men hozir ekan shu narsani yechib tashladim. Shu narsaga borishim, shu egalik huquqi, egalik his tuyg'usi, shu mavzuga borishim hozir ekan. Borib shuni ko'rib, yechib tashlashim, chiqarib tashlashim hozir ekan. Vaqti soati. Shunisiga ham shukr. Shunisiga ham shukr. Shunisiga ham Allohimga behisob ming shukrlarim bo'lsin. Alhamdulillah. Ya'ni demakki men egasiman. Men butun dunyo egasiman. Men butun olam egasiman. Men o'z hayotimni, o'z olamimni, o'z dunyoyimni egasiman. Men o'z his tuyg'ularimni egasiman. O'z orzularimni egasiman. Va o'sha amalga oshirgan rejalarimni, amalga oshgan maqsadlarimni egasiman. Va qancha ko'p kelsa-kelsin o'sha pullarni egasi menman. Chunki ortiq men loyiqman. Chunki ortiq men haq etdim. Butun dunyoni eng yaxshi mukofotlariga, ne'matlariga loyiqligimni tan olaman. Va nimaiki bo'lsa, nimaiki kelsa, egasi menman. O'sha dunyo qadar pullarni, vagon to'la pullarni, dunyo qadar pullarni, o'sha meni uyimga, xonadonimga, eshigimdan, derazalarimdan oqib kirayotgan pul oqimini, o'sha 5 million dollar, 5 milliard dollar va oldimdagi meni hatto hamma yog'im pul bo'lib ketdi. Tepamdan ilohiy oqimdan shunchalar ko'p pullar oqib kirdiki tepamdan. Hamma yog'im pul bo'lib ketdi. Pullar bo'lib ketdi. Butun uyimga sochilib ketdi. Butun atrofimga sochilib ketdi. Ana o'sha pullarni egasi menman. O'sha tasavvurimdagi, o'sha his tuyg'ularimdagi, o'sha ko'rganimdagi menga berilgan barcha pullar, ne'matlar, jihozlar, ashyolar, mol-mulkdan tortib, dengiz, yaxtalar, hamma narsani egasi menman. Ko'pgina katta yirik summadagi pullarni egasi menman. Men hayotimga kirib kelgan hamma narsani egasi menman. Ne'matlar, pullar, mol-mulk, mol-davlat, shohona hayot, serobgarlik, kiborlik, insonlar hammasini egasi menman. O'sha paytdan to o'sha bolaligimdan meni qo'limdan nima olib qo'yilgan? Menga nima man qilingan? Meni qo'limdan qancha pul olib qo'yilgan? Nima narsalar olib qo'yilgan? Hammasini hozir o'zimga o'sha olib qo'ygan odamlarim hammasi qaytarib berishyapti.
Onam o'sha sutni sotib kelgan sutimni pullarini qaytarib beryapti. Man sotib kelgan qatiqlarni pullarini qaytarib beryapti. Man sotib kelgan sutlarni pullarini qaytarib beryapti. Man sotib kelgan onam tandirda yopgan nonlarni pullarini qaytarib beryapti. Ha, onam tandirda non yopib berardi, biz sotib kelardik va pulini berardik. O'sha tandir yopilgan man sotib kelgan nonni pullarini qaytarib beryapti. Sutlarni pullarini qaytarib beryapti. Qatiqlarni pullarini qaytarib beryapti. Demakki, man hozir o'sha bolaligimda mandan saniki emas deb mandan nima olib qo'yilgan bo'lsa, kim olib qo'ygan bo'lsa, hammasini o'sha insonlar qaytarib beryapti. Qarang, onam, otam erkinligimni qaytarib beryapti. Bolaligimni, erkinimni qaytarib beryapti. Erkatoy bolaligimni qaytarib beryapti. Erkatoy qizaloq halimaligimni qaytarib beryapti otam. Onam esa barcha pullarimni qaytarib beryapti. Onam ham menga qizaloqligimni qaytarib beryapti, ayolligimni qaytarib beryapti, ayol bo'lib dunyoga kelganimni qaytarib beryapti. Zaifa, ojiza ayolligimni qaytarib beryapti, pullarimni qaytarib beryapti. Qo'shni bolalar, mehmon bolalar, o'yinchoqlarimni qaytarib beryapti. Sinfdoshlarim mani g'ururimni qaytarib beryapti, o'zligimni qaytarib beryapti. Mani ifatimni deganda mani o'g'il bolaga aylantirgan, mani alamzada qilgan, o'g'il bolaga aylantirgan, erkakka aylantirgan muhit. Mani hislarimni sevgini nafratga aylantirgan muhit. Orzu havaslarimni olganlar. Bolaligimni olganlar. Bolalik o'ynaydigan, o'ynoqlaydigan davrimni olganlar. Mani yumshoqligimni olganlar. Go'zal tabiatimni olganlar, beg'uborligimni olganlar. Go'zal his-tuyg'ularimni, oppoq his-tuyg'ularimni olganlar. Hammasi qaytarib beryapti. Men emas, menga ular qaytarib beryapti, chunki mendan ular olgan. Menga hamma meditatsiyada, sessiya-raskopkalarda ustozlarim, hozir ham ustozlar o'rgatishadi. O'sha bolaligingizga, o'sha bola qizaloq halimaga siz qaytarib bering, siz bering. Nima xolasa, siz bering o'sha narsani. Yo'q. Men hozir boshqa meditatsiya, boshqacha o'zimni mualliflik meditatsiyamni yaratdim. Menga mendan olganlar qaytarib berishyapti. Men o'sha qizaloq Halimamning yonidaman. Men o'sha qizaloq Halimamning orqasidaman. U mendan jasorat olyapti va talab qilyapti o'zinikilarni o'sha olganlardan va o'sha olganlar qizaloq Halimadan olganlar o'zlari kelib hamma o'sha mendan olganlarni qaytarib berishyapti. Onam pullar qaytarib beryapti. Kiyimlar qaytarib beryapti menga. Otam menga erkak qizaloqligimni qaytarib beryapti. Chunki doim xo'mrayib yurardi va bizani urishib beraverardi. Kula olmasdik, xursand bo'la olmasdik, quvona olmasdik. Bolaligimni yashamaganman xullas. O'shalarni qaytarib beryapti otam menga. Opam menga erkinligimni, bolaligimni qaytarib beryapti, o'ynoqligimni qaytarib beryapti. Okam zotan har zaman meni himoya qilgan, lekin o'sha okamni yeyotganida havasim kelib termilib qarab turgan stolini ustida oldidagi qarang, pishloqlar, kolbasalar, shokoladlar, kofelar, qaymoqlar, sariyog'lar, tuxumlar hammasini beryapti akam. Hammasini menga mehribonlik bilan beryapti. Onam ham menga mehribonlik bilan qaytarib beryapti o'sha pullarni. Meni egalik qiladigan pullarimni qaytarib beryapti. Qo'limda bir dasta dollarlar, sumkada
qatiq solib olib chiqib ketgan sumkada bir dasta dollarlar, pochka dollarlar, qo'limda, quchog'imda bir pochka dollarlar. Men chiroyli kiyimdaman. Olib kiyolmagan kiyimlarimdaman. Chiroyli tufelkalar, chiroyli ko'ylakchalar, bantikchalar, yangi hammasi. Yonimda o'rtoqlarim mendan olganlarini qaytarib berishyapti. Opam mendan olganini qaytarib beryapti. Ustimda qizaloq Halimani ustida rosa chiroyli kiyimchalar, bantikchalar, tufelkalar, golfchalar. Yonimda katta sumkada dollarlar, qo'limda dollarlar, o'yinchoqlar, marojniylar, shokoladlar. Hamma menga mehribon. Hamma qaytarib beryapti. Atrofim to'la bir uy, meni o'zimni alohida yasatilgan xonam. Bir uy narsa bo'lib ketdi, o'yinchoqlar, hamma lazzatli narsalar, hamma chiroyli o'yinchoqlar mendan olib qo'yilganlar. Va hozir hovliga chiqdim. Hovlida ham zinadan tushib keldim. Hovlida turibman. Hovlida ham bir pasda atrofim mendan olib qo'yilgan narsalarni qaytarib berganlar bilan to'lib ketdi. Hammasi mendan olingan narsalar. Qarang, chiroyli, mayin kulyapman, xursandman, ich-ichimdan baxtliman, ich-ichimdan xursandman. O'zimga endi qaytib keldim. O'zimni endi ko'ryapman. Ya'ni bu bilasizmi, qanaqa xursandlik? Ta'na xursandchiligi emas-da. Ochko'zlik, hirs xursandchiligi ham, nafs xursandchiligi ham emas. Bu mamnuniyat, butunlik xursandchiligi. Butunlashganlik xursandchiligi. Mamnuniyat xursandchiligi, to'qlik xursandchiligi. Mehr xursandchiligi. Bilasizmi? Sevgi xursandchiligi, e'tibor xursandchiligi. Biz Namanganda katta bo'lganmiz. Otam namanganlik. Namangandagi o'rtoqlarim, sinfdosh o'rtoqlarim hammasi keldi. Meni tabriklagani kelishdi. Men qaytganim uchun, o'zimga qaytganim uchun meni tabriklagani kelishdi. Ustozlarim Namangandagi, maktabdagi ustozlarim, qo'shnilar, qarindoshlar, o'rtoqlarim hammasi kelishdi. Meni tabriklashyapti. Hammasi samimiy, bilasizmi? Ular hammasi samimiy insonlar. Hammasi meni tabriklashyapti. Samimiyat bilan, ichki xursandchilik bilan. Men xursand bo'lganimdan xursand bo'lib, meni xursandchiligimga xursand bo'lib tabriklashyapti. Qanday yaxshi. Opam ham xursand. Onam ham xursand, otam ham xursand. Akam ham xursand. Men esa minnatdorman. Menda minnatdorchilik. Va oilamiz boshqatdan boshlandi. Ya'ni ahil, totuv, inoq, samimiy. Bir-birimizga mehrli, bir-birimizni inson shaxs sifatida qadrlaydigan, kibor, madaniyatli. Qarang, otam bir pasda kostyum shimlarda va anitda men xohlagan Rolls-Royce mashinasi, qop-qora, Jeepdan kattaroq Rolls-Royce mashinasi. Onam ham boy xonim. Katta korxonaning rahbari. Akam esa Oxford universitetida o'qiydi. Opam esa tikuvchilik korxonasining rahbari. O'zi ham tikuvchi. Men esa eng chiroyli qizaloq, eng baxtli qizaloq, eng omadli qizaloq, eng boy qizaloq, eng hurmatga sazovor qizaloq, hamma eng yaxshilarga loyiq qizaloq, mos va munosib qizaloq.
Hammasi menikimi dedim onamga. Saniki, saniki deyishyapti. Mashinaga qarashdi, Rolls-Royce mashinasiga qarashdi. Ona qizim, hatto bu ham saniki, mashina ham saniki. Sani dunyoing saniki va biz sani dunyoingda sanga taalluqli shaxslarmiz. Menga endi hamma narsa mumkinmi? Ha, xohlaganingcha mumkin. Senga endi hamma narsa xohlaganingcha mumkin. Xohlasang yur, xohlasang ko'chaga chiq, xohlasang yaylovga, dalaga chiq, xohlasang yot, xohlasang ko'klamda, dalada, ko'm-ku o'tlarning ustida yot. Osmonga qarab osmonga qarab soatlarcha xayol sur. Minnatdor bo'l. Xohlasang otga min, xohlasang kuchugini orqasidan qo'lla. Xohlasang pullarni xohlaganingcha ishlat. Xohlasang investor bo'l. Xohlasang sotib ol narsa. Xohlasang katta uy sotib ol. Xohlasang yaxta sotib ol. Xohlaganingcha sarfla. Pullar saniki. Pullarni egasi sensan. Xohishlaringni, orzularingni, istaklaringni egasi sensan. Xohlaganingcha yasha. Xohlaganingni qil. Biz faqat seni yoningdamiz. Ustingda emas, tepangda emas. Seni yoningdamiz va orqangdamiz. Biz seni juda ham yaxshi ko'ramiz va qadrlaymiz. Chunki sen bizani eng qadrligimizsan. Biz buni kech bo'lsa ham endi tushunib yetdik. Endi bo'lsa ham, kech bo'lsa ham endi tushunib yetdik. Sen rozimisan deyishdi menga. Ha, tabiiyki men roziman. Sizlar ham rozi bo'linglar. Biz rozimiz. Bir-birimizdan kechirim emas, rozilik so'radik. Bu ham meni yangi mualliflik meditatsiyamga qo'shgan yangiligim. Ya'ni bir-biridan kechirim emas, rozilik so'rash. Birinchisi esa yuqoridagi o'sha qizaloq Halimaga nima berilmagan? Nima olib qo'yilgan? Siz bering deyishadi. Men esa boshqacha qildim. O'sha qizaloq Halimadan kim nima olib qo'ygan bo'lsa, hammasini o'sha odamlar qaytarib berdi. Bu esa juda ham chiroyli bo'ldi. Chunki o'sha qizaloq Halimaga men bersam ham o'sha olib qo'ygan odamlar boshqa-ku. O'shalar bersa, o'sha Halima o'sha narsasini qaytib olgandek bo'ladi. Men bersam ham, lekin aql o'sha odamlarda qoladi. Men bersam, baribir fikr o'sha olib qo'ygan insonlarda qolib ketadi. O'sha olib qo'ygan insonlarga bog'lanib qoladi. Ip rishta uzilmaydi. Men bergan taqdirimda ham. Ana qachonki o'sha olib qo'ygan insonlarni o'zi olib kelib qaytarib bergandan keyin tamomila oradagi bog'lanib qolgan ip uzildi. Ya'ni Halima o'sha insonlardan kutmay qo'ydi, chunki ular qaytarib berishdi ortiq. Halimada o'sha insonlarga nisbatan nafrat, g'azab, alamzadalik, xafachilik, talab qilish, kutish qolmadi. Chunki aynan ular olib kelib qaytarib berishdi Halimaga hamma olib qo'ygan narsalarni. Demakki, Halima ulardan uzildi. Endi ushlab qolmaydi.
Endi o'sha insonlar haqida o'ylab yurmaydi. Endi o'sha insonlardan xafa bo'lib yurmaydi. Endi ichidagi o'sha insonlarga nisbatan alamzadalikni chiqarib yubordi. Chunki insonlar olib qo'ygan narsasini o'zlari qaytarib olib kelib berishdi va mehr bilan, samimiylik bilan. Ana bu boshqa narsa ekan. Buni zavqi, buni his tuyg'usi, buni haqiqatdan bajarilish jarayoni ham boshqacha kechdi menda. Mana hozir men balkonda o'tiribman, tashqarida. Ko'zim ochiq. Va hamma narsani shunaqangi chiroyli bajardimki, ya'ni mana hozir shu darsni, shu anglashlarimni, shu blokni yechishimni gapirib berishim asnosida avtomatik men raskopkaga kirib ketdim. O'zimda raskopka boshlavordim va raskopkani ssenariy o'zgartirish bilan yakunladim. Ya'ni ssenariy raskopkani ildiziga borib, o'sha joyga borib, ssenariyni o'zgartirib, yaxshi dastur joylab, hammadan uzilib bajardim. Va hozir hamma xursand, Halima ham xursand. Yengil tortdim. Ishoning, yengil tortdim. Va mana ko'chada hozir tinch edi. Yengilligini rosa chiroyli, tanaga xush yoqadigan shabada boshladi ko'chada. Qushlarning sayrashi endi eshitilyapti menga, qarang. Atrofdagi qushlarning sayrashi, har xil ovozlar, hatto shabodani sesi eshitildi menga. Atrofni endi farq etyapman, qarang. Demak, men hozir va shu yerga qaytib bo'ldim. Mana atrofni ko'ryapman, shaboda, qushlar, odamlar, domlar, daraxtlar, yashilliklar, mashinalar. Endi farq etyapman. Demakki, men juda katta ish bajardim. Bilasizmi? Juda ham katta va natijali va zo'r ish bajardim. Ko'zim ochiq holda gapirib turgan joyimda raskopkaga kirib, raskopka qilib, eng katta blokimni yechib, hamma narsalarga qarshilik beruvchi, meniki emas deb mendan itaruvchi eng asosiy katta blokimni yechib, ssenariy o'zgartirib, hammasini joy-joyiga qo'yib, o'zimga qaytdim. Va shu yerda raskopkamni tugatdim. Mavzumni ham tugatdim. Bugungi etadigan yangi ochilishim bilan o'zimni tabriklayman. Yashasin Halima. Молодецman. Yashasin o'zim. Men молодецman. Menga bravo, menga qarsaklar. Men uddaladim. Eng katta ishni bajardim. Молодецman men. Yashasin o'zimga. Va men buni albatta nima deb o'ylaysiz? Mukofotlayman. O'zimni taqdirlayman bu ishim uchun. Hammaga xayrli kun.